Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, poytaxt hududida kriminogen vaziyatning barqarorligini ta'minlash yuzasidan tezkor profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida yosh qizlarning ishonchiga kirib, kelgusida ulardan g'arazli maqsadlarda foydalanish uchun xorij davlatidagi sheriklari oldiga yuborib, shu yo'l bilan daromad topib kelayotgan uyushgan guruh qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, bu ikki ayol o'zaro til biriktirib, fuqaroni Toshkent xalqaro aeroportidan Toshkent-Bangkok reysi orqali Tailand davlati Bangkok shahriga yuborayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan to'xtatib qolingan. Telegram messenjeri orqali yozdi menga, ish bormi deb yozdi. Men o'zim Tailandga borib kelganman, klubda ishlaganman, oldin klubda raqqosalik qilishini aytdim. Keyin u qiz unga rozi bo'ldi. Birozdan so'ng uni o'zini tanishi borligini, u qiz ham ishlash uchun bormoqchi dedi. U qizlarga bilet olindi. Tailanddagi tanishim orqali gaplashdim. O'zi tanimagan, bilmagan odam bilan chet elga chiqishni tavsiya qilmayman umuman. Davlatdan kechirim so'rayman, qizlardan ham uzr so'rayman. Ish bordi, qanaqa ish dedim, klubga o'ynaysiz dedi. Hech nima ish qilmaysiz boshqa dedi. Keyin men ham qiziqqanim uchun pul topsam kerak deb o'ylamdi. Marjona degan dugonam bor edi. Shunaqa taklif qilyapti dedim. Mayli, xo'p, bo'ladi, ketamiz dedi. Keyin Iroda Marjon nomerini berdi-da, nomerini berdim. O'zingga ishlagan ketyapsan, men uchun ishlagan ketmayapsan deganman. Bunaqa qilmasligi kerak deb o'ylayman. Ichki ishlar organlariga Marjon ismli shaxs murojaat qilib, uni Iroda hamda Zarina ismli shaxslar Tailand davlatiga raqqosalik, kelgusida fohishalik qilish uchun taklif berayotganligini ma'lum qildi. Murojaatga asosan kuzatuvga olinib, ushbu shaxslar uchib ketayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olindi. Dastlabki so'roq paytida Tailandda ular Burak ismli shaxsga jabrlanuvchini topshirib kelishini ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirib, tergov bo'limiga topshirildi. Mazkur holat yuzasidan Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Iroda va Jasmina ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Inson taqdiriga panja ortidan qarab, uning hayoti zavol bo'lgan umri evaziga daromad topish bu manfurlikdir. Endi ular barcha qilmishlari uchun qonun oldida javob beradilar.